Narvalning 10 futga yetuvchi shoxi aslida uning yuqori labidan bortib chiqqan ulkan, burama tishdir. Okean qa'ridan chiqqan, burama yakka shoxli ot shoxini ko'z oldingizga keltiring. Ogirligi taxminan 22 funtga yetadi. U shunchaki go'zallik uchun emas. Ushbu ajoyib evolyutsiya olimlarni hamon hayratga solib kelmoqda. Monodon monoceros nomi bilan ataluvchi narvallar o'zlarining ko'zni qamashtiruvchi tish mo'jizasi bilan ajralib turadi. Bu shox aslida 10 futgacha o'sishi mumkin bo'lgan spiral shakldagi uzaygan tishdir. Arktika suvlarida uchrovchi bu kitlar orqa suzgichlarga ega emas, biroq 50 yilgacha umr ko'rib, ajoyib evolyutsion xususiyatlarni namoyish etadi. Kanada va Rossiya o'rtasidagi suvlarda maskan tutgan narvallar 1-500 metrgacha bo'lgan okean chuqurliklarida gullab yashnaydi. Ular qalin muz ostidagi Arktika mintaqalarini afzal ko'radilar. Sovuq oqimlar ularning saltanatini belgilaydi, ammo isib borayotgan dengizlar tahdid solmoqda. Shunga qaramay, ularning mavjudligi isib borayotgan iqlim tufayli xavf ostida. Narvalning shoxi ajablanarlisi shundaki, murakkab sezgi a'zosi vazifasini o'taydi. 10 millionga yaqin nerv uchlariga ega bu shox suvning sho'rligi va haroratdagi o'zgarishlarni aniqlay oladi. Har bir shoxning o'ziga xos spiralsimon tuzilishi ularga dengizda yo'l topishda yordam beradi. Bu garoyib moslashuv narvallarni Arktikaning muzli, cheksiz kengliklarida betakror tarzda yashashini ta'minlab, ularning tirik qolish imkoniyatini oshiradi. Narvallarning o'tkir eshitish va ko'rish qobiliyati Arktikaning muzli tubida yo'l topishlariga ko'mak beradi. 1-500 metrlik ulkan chuqurliklarga sho'ng'iganlarida ularning metabolizmi keskin sekinlashadi, bu esa kislorodni nihoyatda samarali tejash imkonini beradi. Ushbu noyob moslashuvlar tufayli narvallar muzlagan sirt ostida 25 daqiqagacha nafas olmay, o'ziga xos tarzda gullab yashnashadi. O'zining kuchli echolokatsiyasi yordamida narvallar Arktikaning muzday suvlarida o'vga chiqadi. Ular 1500 metrdan oshiq chuqurliklarga sho'ng'ib, har bir nozik tovush yordamida yo'l topadi. Sabr-toqat hukm suradi, ular o'ta aniqlik bilan kerakli lahzada zarba beradi. Har bir sho'ng'ish harakatlanuvchi muz qatlamlari ostida qolib ketish xavfini tugdiradi, biroq haqiqiy xavf aynan muzning ostida poylaydi. Birdaniga narval zarba beradi. Tezkor va o'ta puxta harakat bilan uning tishoxi aniq nishonga sanchiladi. Bor-yo'g'i bir necha soniyada u gurillab aylanayotgan baliq to'dasi ichidan o'z oljasini tanlab oladi. Bu tishox chinakam biologik mo'jiza bo'lib, sonar tebranishlarini his qiladi. Bu esa muzli chuqurliklarda ovning muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydi. G'alaba bilan yakunlangan ovdan so'ng, narvallar o'z oljalarini yashirin xavflardan muhofaza qilmoqda. Maxfiy va makkor oq ayiqlar ular qiyinchilik bilan qo'lga kiritgan oljalarga tahdid soladi. Narvallar o'z ovlarini qurshab oladi. Ularning jamoaviy sa'y-harakatlari tirik qolish uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lib, bu yirtqichlarni uzoqlashtiradi. Hamjihatlik muzli Arktikaning najot manbaiga aylanadi, chunki birlashgan kuch har doim ustun keladi. Narvallar shom zulmatidan tong yorug'ligigacha 10-20 a'zodan iborat guruhlarda xuddi nozik bir balet raqsi ijro etgandek suv qa'riga sho'ng'ib yuzaga qad ko'taradi. Yolg'izlikda suzish ular uchun noyob holat. Muzliklar oldindan aytib bo'lmaydigan tarzda bostirib kelib, ularning kundalik hayotiga doimiy xavf soladi. Kengligi 35 kvadrat kilometrni qamrab olgan ulkan hududda narvallar o'z chegaralarini aniq belgilash uchun murakkab kliklardan foydalanadi. Chegarani buzuvchilar esa shafqatsiz javobga duch kelish xavfini zimmasiga oladi. Ularning makonini aynan shu tovush belgilaydi. Bosqinchilar muzli suvlar uzra aks sado beruvchi narvallar g'azabining kuchini his etadi. Har bir klik bu ogohlantirish, har bir sukunat yashirin tahdiddir. Muzlik olamining chuqur qa'ri faqatgina sabr-toqat egalari anglaydigan sirlarni pichirlaydi. Billurdek moviy suvlar gadir-budur muz qirg'oqlariga shivirlab uriladi. Narvallar bu labirintda yo'l topadi, ularning tanasi tirik qolishning shafqatsiz talablari bilan yonilgan. Kitlarning nolalari afsonalardek yangrab, bu betakror go'zal va shafqatsiz olamda g'oyibona kezadi. Bu olam narvalni sindirmadi. Uni aynan shu dunyo bunyod etdi. Muzli suvlarning bagrida narval erkaklari o'zaro shohlashish jangida to'qnashadi.
Bu bir necha daqiqa davom etib, chidamlilik va mahoratni sinovdan o'tkazadigan shohma-shoh olishuvlar. Bu janglardagi g'alaba urg'ochi narvallarni hayratda qoldiradi, ular haftalab kuzatib turishadi. Bu yerda kuch va sabr-toqat juftlanish marosimining ushbu murakkab raqsida g'alabani belgilaydi. Arktikaning muzli suvlari tubida narval ona oz yangi tugilgan bolasini himoyasiga oladi. Har bir bolaning tirik qolish ehtimoli atigi 50%. Bu juda og'ir sinov. Onasiga mahkam yopishib, yosh bolalar hayotiy ko'nikmalarni o'rganadi, tirik qolish uchun zarur bo'lgan har bir narsani. Siljib turuvchi muzlar ostida hayotning nozik muvozanati doimiy xavf ostida. Juda ozchilik birinchi yilini yashab o'tadi. Biroq uning onalik sergakligi esa oldindan aytib bo'lmaydigan qiyinchiliklarga qaramay hech qachon susaymaydi. Narvalning shoxi millionlab asab tolalari bilan o'ralgan bo'lib, uzoq asrlar davomida suv harorati va sho'rlanishdagi eng kichik o'zgarishlarni aniqlash uchun rivojlangan. Zich dentindan iborat bo'lgan bu shox muzli Arktika makonlarida omon qolish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan 70 million yillik moslashuvni o'zida aks ettiradi. Bu hissiy mo'jiza chinakam bashoratchi singari okean sirlarini fosh etadi. Narvallar Arktika suvlarida muvozanatni saqlaydilar. Orka kitlari olja sifatida narvallarga bog'liq. Narvallarning ozuqa moddalari aylanishi suvoqlar gullashini barqarorlashtiradi. Narvallar bo'lmasa, planktonning haddan tashqari ko'payishi dengiz hayotini bo'g'ib qo'yadi. Butun bir chigal ekologik tarmoq parchalanib ketadi. Bu esa narvallarning Arktika ekotizimi salomatligidagi hal qiluvchi rolini yaqqol ko'rsatadi. Xavf ostida qolish arafasidagi turlar ro'yxatiga kiritilgan, bor-yo'g'i 80 ga yaqin narval qolgan bo'lib, bu betakror jonzotlar iqlim o'zgarishi, dengizdagi harakatning kuchayishi va of tufayli tahdidlarga duch kelmoqda. Ularning omon qolishi bir tola ipga bog'liq. Tabiatni muhofaza qilish bo'yicha sa'y-harakatlar Arktikaning mo'rt ekotizimining ushbu muhtasham ramzlarini himoya qilishga intilmoqda. Arktika suvlarini oy yog'dusi o'rab olgan. Muzli yog'du ostida kumushrang tovlanib narval nafis suzadi. Uning burama, begubor shoxi uzunligi aniq 8 fut bo'lib, g'ayritabiiy sukunatni sinchiklab tekshiradi. Muzlagan ufqlar ostida ko'rinmas izlarni chizuvchi ozgi olam mo'jizasi bu. Siz narvalning tishi 10 futga cho'zilgan olamiga bir nazar tashladingiz. Endi yanada chuqurroq sho'nging va Arktika to'lqinlari ostida pichirlagan sirlarni oching.